Ko'plama savol bermoqchi ekan, nimaga aynan blogerlik, nimaga men aynan blogerlikni tanlaganman? Hozir shu narsalarga javob beraman. Короче, birinchidan hammadan olish kerak bu pul. Ikkinchidan, prosta menga kamera bilan suhbatlashib, prosta qanaqadir odamlar bilan gaplashib o'tirish ham yoqadi. Men qanaqadir bunaqa odam emasman, men prosta gaplashishni yaxshi ko'radigan insonman. Между прочим, andan uduniysil tortib kelib, lampalarni qo'yib olib, mana bu yerda telefonimni zaryadga qo'yib, sizlar bilan gaplashyapman. O'shaning uchun like, podpiska bo'lib qo'yinglar. Короче, undan keyin bo'ladigan bo'lsa, bilsanglar, blogerlardan ko'ra, даже hozir katta aktyor, aktrisalar ham blogerlik qilishyapti, или katta sharoitlar ham hammasi blogerlarda. Undan tashqari o'zimni nima bo'ladi? Kumer deyishadi-ku, tipa nima yoqtiradigan muxlis, tipa biz muxlis bo'lamiz ularga-chi, shunaqa insonlar ham ko'pi bloger. O'shaning uchun shunaqa blogerlarga rosa ham havasim keladi. Ularning orasidan даже shu bloger bo'lmoqchi bo'lganim orasidan даже ko'rishganman-da, shuni orqasidan ko'rishyapman ular bilan. O'shaning uchun men blogerlikni yoqtiraman. Birinchisi Texnopolov, undan tashqari Kamol Qahhorov. Men juda ham zo'r narsa-da bu men uchun. Или yana bitta ko'rishmoqchi bo'lgan odamim anaqa Ahror Alixanov. Timur keladilar xayolimga, ular bilan emas, nimagadir bilmayman, men ko'proq Ahror akani yaxshi ko'raman. Qanaqadir qalbingizda bo'ladi-yu yaxshi ko'rish. Sevib o'lib qolmaganman. Конечно, shunaqa odam bilan ko'rishib, ular qanaqa qilib, tipa ular bilan gaplashib, anaqalarni olgim keladi. Undan tashqari Shahruz TV. Anaqa qilib o'tirmayman, uni tushuntirib o'tirmayman. Prosta Shahruz TVni muxlislari biladi. Kommentariyaga yozib ketinglar. Like, podpiska, bundan ham zo'r temalar hali Instagramda tiqilayotibdi. Даже ko'rsanglar ham bo'ladi. Undan keyin ham davomiy chiqadi.